qishda 5 ta eng zo'r ishlaydigan xo'raklarni ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi do'stlar, hammamiz yaxshi bilgan kislota. Oddiy qilib tushuntiraman yangi boshlaganlar uchun. Ayniqsa qish kunlari quyosh chiqqan payti suv ostida juda ham chiroyli ko'rinadi va o'yini juda ham kuchli. Baliqni bemalol jahlini chiqara oladi. Mana shu rang. Ikkinchisi 440 kitech. Kechqurun qish oylarida kechqurun zo'r ishlaydi. Chuqurlarda ham o'zini zo'r ko'rsatgan. Chempionjiklarimizdan biri. Uchinchisi afsonaviy sabzi. Kunduzi yaxshi ishlaydi. Sovuq kunlarda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Buni o'zini haqiqiy nomlarini aytmaganim sababi ko'pchilik tushunmasligi uchun oddiy sodda qilib tushuntirib ketyapman. Sabzi. To'rtinchisi Lena deb ataymiz. Mana shunaqa rang, tagi oq, usti sariq. Kechqurun o'zini juda kuchli ko'rsatadi. Kunduzi ham yaxshi ishlaydi. Beshinchisi oq rang. Bu qishin yozin o'zini juda ham kuchli ko'rsatgan ranglardan biri. Aynan shu formadan bo'lmasa ham bundan kichkina ham bo'lsa bo'laveradi. Mana shunaqa kichkina ranglardan. Oq rang yozin qishin yaxshi ishlaydigan ranglar. Bundan tashqari ko'p yana jiklar o'zini ko'rsatgan. Men aynan shu ranglar o'zimizda ishlagani uchun aytib o'tdim. Kimdadir boshqa ranglar ishlagan bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz har doim aytamiz obunachilarimizga, do'stlarimizga o'zimiz ishlatgan ranglarni tavsiya qila olamiz. Balki kimdir qizil rangga yaxshi ushlashi mumkin, kimdir masalan mana bunaqa ranglarga yaxshi ushlashi mumkin, kimdir hop mana bunaqa pal uch ranglariga yaxshi ushlashi mumkin. Hammada har xil rang ishlaydi. Shuning uchun biz eng yaxshi ishlagan ranglarni aytib o'tdik do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Kimda qanaqa ranglar yana yaxshi ishlagan, shunga qarab savollaringiz bo'lsa, keyingi videolarimizda yana sizlar uchun video tayyorlab beramiz, xudo xolasa.